Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida kun yangiliklari. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Bola puli va moddiy yordam kimlarga beriladi? Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam va bolalar nafaqasini tayinlashda ayrim o'zgarishlar bo'lishi kutilyapti. Nafaqa olish uchun onlayn ariza berishi mumkin bo'ladi. Nikohi bekor qilinmagan, lekin aliment olayotgan ayollar ham bolalar nafaqasiga da'vo qila oladi. Iqtisodiy ahvoli yaxshilangan oilalarga nafaqa to'lash to'xtatiladi. Ijtimoiy himoya yagona reyestri haqida. O'zbekistonda bolalar nafaqasi moddiy yordam tayinlash ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali amalga oshiriladi. Bu tizim oilaning kam ta'minlanganlik holatini aniqlash, ularga bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash, shuningdek davlat tomonidan beriladigan turli yordamlar haqidagi ma'lumotlarni o'zida aks ettiradi. Hozirgi kunda 2,2 million oilaga shu tizim orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lab kelinmoqda. Oilada 18 yoshga to'lmagan farzandlari bo'lganlar bolalar nafaqasini olish bo'yicha murojaat qilishlari mumkin. Yakka fuqarolar barcha farzandlari 18 yoshdan katta, kam ta'minlangan oilalar ham moddiy yordam uchun murojaat qilishi mumkin bo'ladi.